Abu Ya'la Abdulloh ibn Muborak Anas roziyallohu anhu ga sanadi sahih bo'lgan hadisda rivoyat qilishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arofatda kechki payt Bilol roziyallohu anhu ni chaqirdi. Ey Bilol, odamlarni menga tinchlantiring dedi. Shunda Bilol roziyallohu anhu odamlarga nido qildi. Ey odamlar, tinchlaninglar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga xutba qiladilar dedi. Odamlar jim bo'ldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Jibril vahiy olib keldi. Robbimdan salom yetkazdi va xabar berdiki, Alloh taolo bu Arofatda turgan hamma insonni gunohlarini kechirganligini va o'zaro bir-birlarini haq huquqlarini zimmasiga olganini xabar berdi deb aytdi. Shunda Umar roziyallohu anhu o'rnlaridan turib, "Ey Rasululloh, bu xushxabar faqat bizga tegishlimi? Ya'ni biz siz bilan birga turibmiz. Bu sharaf faqat bizga tegishlimi?" deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Bu sizlar uchun ham va sizlardan keyin keladigan qiyomatgacha keladigan musulmonlar uchun ham" dedi. Shunda Umar ibn Xattob, "Allohning yaxshiligi naqadar buyuk, naqadar u pok zot" dedilar. Shuning uchun ham bu kun shayton eng xor bo'lgan kun. Chunki Allohning rahmati nozil bo'lib turibdi. Katta gunohlarni Alloh taolo kechirib yuboryapti. Buni ko'rgan shayton eng xor holatda bo'ladi. Shaytonni burnini yerga ishqang. Katta gunohlaringizga tavba qiling. Mana sizga fursat. Abdulloh ibn Muborak kechki payt Sufyon Savriyni oldiga borganlarida Sufyon Savriy yuzlarini pastga qaratib duv yosh to'kardi. Shunda Abdulloh ibn Muborak so'radi: "Ey Hazrat, bu yerda jamoat ichida eng yomon odam kim?" deb so'radi. Shunda Sufyon: "Eng yomon odam bu joyda Arofatda turib meni Alloh kechirmaydi deb noumid bo'lgan inson eng yomon inson hisoblanadi." Allohim barchamizni gunohlarimizni o'zi mag'firat qilgan bo'lsin.